Bugungi chiqishimizni ko'p insonlar murojaat qiladi. Vatandoshlarimiz shu men sahifalarimni ko'rib ko'p kasalliklarning yechimini oldingizga bora olmaymiz, sharoitimiz yo'q, imkonimiz yo'q deydiganlarga bag'ishlanib, agar inson xohlasa albatta niyatiga erishar ekanda. Bugungi uchrashuvimizni 3 oy oldinga 15 yillik migren muammosi bilan murojaat qilgan inson. Hozir ular bilan albatta suhbat quramiz va haqqoniy o'zlarini bosib o'tgan, bu narsaga erishgan, 15 yil bosh og'riganu, lekin 3 oy 10 kunmi? 3 oy 10 kunda butunlay dori darmonsiz sog'lom hayotda yashab, migrendan qutulganlarni o'zlari savol javob etib beradi. Opa, o'zi haqiqatdan ham 3 oy 10 kunda davosi bormi? Bor ekanmi o'zi? Ya o'zim uchun keyin yozib olamiz buni. Aytmoqchi, haqiqatdan 3 oy ketdimi? 3 oy 10 kun bo'ldi bugun. Bugungi 10 kunini aytyapti. 13 yil deyapsiz-a? 15 yil. Kamida. U bu narsalarni o'ylamaganmisiz? Masalan, operatsiya qildirish bor, chetga chiqish bor. Yo'q, biz rosa murojaat qilganmiz ko'p joylarga. Vaqtinchalik 3 oy 6 oy ta'sir qilardi-da, dori. Keyin shu summa migren dorisi bilan tikka turardim-da men. Summa migren. O'g'limga xo'jayinimlardan ham bekitib ba'zi ko'p ichsa, haligi sog'lig'ingga zarar desalar deb o'g'lim ham olib kelib berdi. Abi, shu zarar sizga deb ko'p aytadi. U sog'likka zarar berib turib davolaydimi? Keyinchalik men yelkalarim qotib, qo'llarim uyushib, shunaqa bo'ladigan bo'lib qolgandim-da. Nega Rustam aka kelishimizdan bir hafta oldin, bir hafta 10 kun oldin qattiq pриступ bo'ldi. Doktorlar kelganda ham svet yoqtirmasdan ukol qildi-da menga. Yorug'lik yoqmaydi. Nurga svetga bo'lmaysiz. Eshitganman, xonani haqiqatan ham qorong'i qolishadi deb. Baxtiyor aka, birinchi qanaqa qilib men oldimga kelganingizni gapirib bering. O'zi nima uchun men oldim kelishingizni ahd qilganingiz, o'zi qanaqa qilib mendan uchratdingiz, nega bunaqa ishonch orttirdingiz, shularni aytib bering. Avvalambor rahmat. Sizni oldingizga kelishlik uchun katta sabablardan bittasi buni bemorlik albatta. Bu bemorlikning necha yildan bir muammoni yecha olmayotganimiz. Hattoki umiddan noumiddan bo'lib qolib, bu endi shunaqa ekanda, endi shu bilan taqdir ekan degan narsa bilan yuramiz. Lekin men vazifam, erkak kishi vazifam o'laroq hech qachon qaytmaganman. Bor sharoitim qo'limdan kelgan narsa bilan harakat qilib, doktorlarga olib kelib, Toshkentga olib keldim 2-3 marta. Bu aytmoqchi, o'sha 6 oygacha yaxshi natija bo'ladi. Men u doktorlarni maqtayman keyin boshqa joylarga borib. Menda o'zimdan shunaqa birovga manfaatim tegsin degan qalbimda narsam bor. Ko'p kishini o'zim ham so'rayman. Sen migren emasmikansan? Men palonda Chirchiq tomonda bunaqa professor topdim deyman. Uni maqtayman-da, maqtash davomida 6 oydan keyin buniki yana boshlanib qoladi. Deyman, 2-chi, 3-chi bor olib har bir kelganimizda 10-15 kun yotamiz. Men gostinitsada, bu mehmonxonada mablag'larimiz ketadi. Natija bo'lmaydi. Doktorlarga ham rahmat, qo'ldan kelgancha qiladi, lekin migrenni davosi, ularning lecheniyaси shu 5 million, 6 million, 7 millionlik o'sha lecheniyalar o'sha payt pulida 6 oygacha boradi xolosda. 6 oydan keyin yana boshlanib qoladi. Keyin yangi doktor topamiz. U professor ekanlar, palonchi deb ularning ismini ayta olmayman. Ular ham ko'p xizmat qilishdi. Ulardan foyda olayotganlar ham ko'p, lekin bizga kelganda shu migren qiyinroq narsa ekanda. Nima qilamiz? 6 oy shunday davolanib yuraveramiz. Bir Amerikada ishlab kelgan bolaga bordik. U ham zo'r deydi, unda ham natija bo'lmaydi. Shu fikr hayolim, ayolimni nima qilsam tuzataman, nima qilsam erlik vazifamni bajaraman degan nima bilan yurardim. Ustoz Asadbek Ashurov kursida o'qiymiz biz, moliyaviy transplantatsiyada. Shunda ustozimiz deb sizni Rustam akani ko'p gapirardi. Endi hayolimda qanaqa ustoz ekanlar, bir faqat ozdirish bo'yicha deb yuraverardim, lekin Asadbek Ashurovni YouTube'da ko'rgan bo'lsangiz, gavdali qornlari bor odamlar. Biz o'qishga kelganimizda ixcham, nihoyatda chiroyli, yuzlarida nur bor. Nur qachon bo'ladi? Odam sog'lom bo'lsa-da. Shu ustozlarga bo'lgan nimada qanaqadir menda bir rag'bat bo'lib turardi. Bir kun olib kelib qoldilar. Bu Rustam aka mana gapiryaptilar. Mendan boshqa bunaqa muhabbat bilan eshitmadim kerak. Hattoki shunaqa eshitdim bu kishini o'sha joyda turib telefonimda bunga va bir yaqin ukamiz bor, do'stimiz akkalasiga men dardingga shifo topdim deb yozib yubordim. U do'stimga
ota-onang ham qilmagan yaxshilikni qilaymi dedim. Chunki men уже qalban sezdimda, shuncha izlanayotgan qancha davrdagi muammomiz yechimini real ko'ra oldim. Qanaqadir sezgi bo'ldimi? Haqiqatda ketdik o'yga borib bunga tushuntirdim, shunaqa odam topdim. Chunki bizlarga nima deydi? Odamlarning rekomendatsiyasi kuchli yuradi. Rekomendatsiyani ishonchli odamdan eshitsangiz yana ham buni. Asadbek Ashurov 100% pokiza inson. U kishi bir narsa gapirdimi, nimasini biladi, mas'uliyatini oladi. Shu yerda gapingiz bo'laman. Asadbek akam ularni ish tizimi noto'g'ri bo'lganligidan tanishganman o'zi. Ular men oldim kelmagan. Men ularni oldiga borganman. Asadbek aka, siz tizimingizni o'zgartiring. Odamlarni to'g'ri yo'nalishga jalb qiling. U narsani birinchi o'zingizda ko'rsating deb Asadbek akam ishonch orttirib, menda sog'lom bo'lganlardan keyin siz o'sha voqeani ko'rgan ekansiz. Uni ham shu holatlarni kechasi dars berishlarini, siz uning rejimlarini o'zgartirib yuborganingizgacha aytardilar. Asadbek aka darsda bir aytib turardi, lekin bizda g'oyibona kimikin u kishi degan nima bo'lardi-da. U yig'ilib kelib turib bizga shu nasiba bo'ldi, ko'rishib qoldik. Gaplar tasdig'ini topganini ko'rib, men ishondim bu yechim topganimizga. Buni borib xursandchilik bilan Namanganga boshqacha ketdim. Aytdim, shunaqa odam topdim. O'rnida olib keldik nimaga suhbatga nima deydi, konsultatsiyaga olib keldik. Hammasi bitta muammo bizda paydo bo'ldi. Qish kuni bizda endi qishloq joylar, 5 ta farzandimiz bor, nabiramiz bor. Ularni tashlab ketib Toshkentga bir 2 oyga ketishga moliyaviy muammoni hal qilamiz. Lekin ikkinchi muammo ham bor-da. Unda bir har xil holatlar bo'lib qolsa nima qilamiz degan nima turardik. Menimcha birinchi marta o'zlarini praktikalarda bilmayman, men ishontira oldik. Siz aytganingiz 100% qiladi. Men ayolimda iroda yaxshi. Xuddi shu Toshkentda qilganda qilamiz dedi. Keyin sharoitni ko'rib turib, bu kishi o'zlari ham ruxsat berdilar. Oma qattiq mas'uliyatni qo'ydilar. Oma gap ishlasizlar dedi. Qattiq qo'lliklari bor ekan, men o'zlariga ham aytamiz. Ba'zida qattiq qo'llik insoniyat nafsga yoqmaydi, lekin o'sha bo'lmasa natija ham bo'lmaydi. Bo'pti, qilavering desalar bizga ziyon ekan. Qattiq qo'lliklar juda katta foyda bizga berdi. Aytganlarni 100% qildik, xudo xolasa. O'sha 3 oy 10 kun degan bo'lsak, taxminan 1,5 oy ichida biz shifo topuvdik asli. Bitta sir aytaman. 1,5 oydan keyin menga yig'lab telefon qilyaptilar. Bu yoqda telefonni meni ko'rmaganlar-da. Meni xursandchiligim. Alloh rozi bo'lsin. Dardimga shifo berdingiz deb yig'lab gapirganlar, meni yig'latgansiz o'shanda. Boshqa dunyoga tushib qolganman o'shanda. O'shanda men aytganmanki, rahmatingizni menga emas, xo'jayingizga ayting dedim. Xo'jayingiz hech narsaga qaramay, uzoq yo'lga qaramay, puliga qaramay, imkoniyatlari qisqa bo'lsa qaramay, meni ayolim sog' bo'lsin deb qo'ydilar degandan keyin siz xo'jayinimga rahmat aytgansiz. Onlayn bularni masofadan turib davolagansiz, ha? O'zi bu xizmatlaringiz bormi Rustam aka o'zida onlayn davolash? Onlayn Har kimni ola olasizmi? Chunki hozir bo'layotgan onlayn bulardan oldin ham o'sha Asadbek akamning shogirdi, ularni ham otdi Baxtiyor aka. Ularda rak bo'lgan. Ularni davolagan. Ular ham videoyim qo'yganman. Buxorodan kelib, kerak emas, rahmat kelishingiz kerak emas. Tamam, rahmatimni aytgani kelganman deb aytganlar uchun men video olib qo'yib qo'yganman. Bular ikkinchi inson onlayn davolash. Nima uchun onlayn davolamayman? Hozirgi kunda yonimda yurib turib to'g'ri qilgin, mana buni qilgin degan odam ham to'g'ri qilmaydi-da. Bular onlayn, men bularni umuman ko'rmaganman 3 oy davomida. Mana hozir bugun ko'rib turibman. Analiz konsultatsiya kelgan kuni ko'rishdik, to'g'rimi? O'shanga hozir bugun 3 oy 10 kun bo'lyaptimi? Mana 3 oydan keyin ko'rishyapman. Alloh guvoh. Shuning uchun bu videoni olib chiqishim sababi har xil bahona topadiganlar uzoqda yashaydi, o shahar narigi chetida yashaydi. Kelsa bo'ladi. Pulim yo'q deydi. Qarz olsa bo'ladi. Misol uni qarzga botirgim kelmayapti, lekin sog'lig'im tiklab olmasa
ertaga o'sha 100 so'mga bitadigan ishi 1000 so'mga bitmashi ham mumkin-ku. O'zimning boshimdan o'tgan-ku. Ko'p pul sarflaganman, lekin sog'lig'imni tiklab bera olmagan-ku. Albatta bu Allohning izni bilan hammasi bo'layotgan ishlar. Lekin harakatlar ham to'g'ri bo'lish kerak ekan, ishonch bo'lish kerak ekan, disiplina bo'lish kerak ekan. Qayerdadir men bular mendan nimadir yesam maylimi degan so'ragan joylarida men ko'ngillariga qaramaganman. Nima derdim? Ratsioningizda Ratsioningizda bormi so'rayotgan narsa deyman. Har doim любой odamga aytaman. Siz yemoqchi bo'lgan meva cheva yesam ham bo'lmaydimi deydi. Buni o'zlaridan eshitaylik. Chunki siz hammaga, masalan, o'ziga qarab turib berasiz. Sizga nimalar qilib berganlar o'zlari, kontrollari haqida ham shu ma'lumot qilib bering. Bizga qanaqa bo'ladi o'zi? Bizga yangilik bu. Menga aytmaganlar, masalan, Humoy, menda onlayn mana bor, ularni men qarayman demaganlar-da menga. Hozir sizdan eshitib olaman. Nima bo'lgan o'zida? 2 mahalliy ratsion qilib berganlar. Bular o'zlari, ya'ni eshitib boshlaganlardan keyin nima bo'lgan? Men shu paytgacha xo'jayinim bilan nimani aytgan bo'lsalar o'shanga ishonganman. Xo'jayinim bilan maqtadilar, o'shanda o'zimda ham haligi ko'paydi. Bu kishiga nisbatan ishonch, ixlos ko'paydi. Keyin keldik, bu kishini o'zlari bilan suhbatlashganimizda men umuman boshqa insonga aylanib qoldim gaplardan-da. Men chunki oldin ham haligi unaqa ozish gruppalarga qatnashib yurgan bo'lganman. Nimalar yedingiz deb savol berdim, yegasiz dedilar, savollarga javob berdim. Kulib qo'ydilar, aytdim, noto'g'ri ekan dedim. Shu kim kishini o'sha ratsionlari asosida ovqatlanib Bular ratsionlarni o'zlari tuzib beradilar. Tuz beradi o'zlari. Nimaga asoslanib? Nima? Kasalingizga qarab. Har bir kishini o'sha biz kelib analiz topshirdik. Analiz natijasiga qarab menga ratsion qilib berdilar. O'sha ratsion bo'yicha ovqatlanib bir 5 kungacha haligi bo'ldim, haligi nima deydi, organizmdan kasallik ketish his qilar ekansiz-da. Men boshida fitnesga borgandan boshida bundoq qilib sulayib borgandim. Keyin hammadan oldinlab ketdim-da. Fitneschi oya bilan ham bu kishini gaplashtirib qo'ydik, ustozi gaplashdi, u kishiga tayinlab qo'ydilar. Men bilan alohida shug'ullandilar u kishi ham. Endi o'sha yerda ayollar ham hammasi hayron qoldi-da. Haligi juda boshida borganda men ahvolim yaxshi emasdi. Bir haftadagi shunaqangi o'zgarib, shunaqa energiya bo'ldi. O'zim ham hayron qolib ketdim-da. Chunki menda bitta migren pриступ bo'lganda 3 kungacha quvvatim ketardi. Hali migrendan ushlab qo'yadi-da. Ushlab qo'yiradi shunaqa narsada. Endi hech narsa ko'rinmaydi ko'zingizga. O'sha pриступ bergan mahal. Migren haqida bundagi bo'layotgan holatlar men aytib bersam, o'sha migren bora pриступ beradigan kuni bor-ku, sekin bo'lib mazasi qochishi boshlaydi. Batamom nol holatga tushadi. Shunda farzandlarimiz, men o'zim bu yotib oladi, dunyo ko'ziga sig'maydi, oyog'im muzdek bo'ladi. Ko'zi ochilmaydi. Kimdir oyog'ini nima qiladi, masaj qiladi, muzdek bo'ladi. Kimdir boshini bosadi, sal qattiqroq bo'lsa bosma deydi. Og'ir pриступlar bo'lardi. Shu meni hayolimdagi nazdimda xuddi bir gran chegaraga boryapti, hozir o'tib qolish mumkin degan narsa bizga yevordi. Bu 10 martalab, 15 martalab bo'ldi-da. Bu boshqacha narsa. Hozir bu ham o'zi og'ir, o'sha qiyin pриступ paytlarda nimadir qiling, meni uxlatib qo'ying derdi. Biz unga qo'rqardik, bog'lab turib olgan, qo'limizdan hech nima kelmadi. Hatto skoriy chaqirsak 5-10 minut kech qoladigan bo'lsa, u vaqtni o'tkazish qiyin. Ular kelsa ham, ular ham yechim bera olmadi. Shu analgin dimidrol nimadir qiladi, bir yengillik bo'lganda bo'ladi-da, o'tib yaxshiman deguncha 1-2 soat vaqt o'tadi. Biz endi ichimizdan nima o'tganimizni o'zimiz bilamiz-da. O'zimizdan bilamiz. Shu narsalarni bir marta 6 oyda, 3 oy, 4 oyda bir siqilyapti holat bo'lsa, ertasidan 3 kundan keyin oddiy yursa, buni tushuntira olmayman. Nima mazangiz bo'lsa, hatto qavm qarindoshlarimizga ham buni holatini aytib bera olmayman. Shunaqa qiyin holatlar o'tdi-da. Shunaqa, lekin Xudoning o'sha shifo berishini izini vaqti bo'lar ekan, ve bunda senga shifo bo'ldi deganda o'sha paytda Allohning o'zi o'sha haqiqiy shifokorga yetaklab qo'yar ekan. Shuning uchun bizning nolalarimiz oxiriga yetib kelib, to'g'ri shifoga, to'g'ri insonga yetib kelib qoldik-da. 15 yil har doim shunaqa bilan kurashib kelgansiz. 15 yil bu muammo bilan uchrab kelingan. Eng qizig'i dorilarsiz hozir. Unda dori ichib kelgansiz doimiy ravishda. Endi korobka dorilarni olganmiz, ukollarni har xildan olganmiz. Ayniqsa yangilik bo'lgan ukollar ta'sir qiladi. Oldingilar. O'sha dori keyingisida ta'sir qiladi. Keyin bilib qoldik, что bu dorilar nabrot ziyonga yuryapti. Nima qilish kerak? O'sha Amerikaga olib borishga ham tayyor bo'ldim.
Shu oyda shifosi bo'lsa desak. U bizni o'sha Amerikada ishlab kelgan doktor aytdiki, Amerikada ham buni shifosi yo'q. Bitta dori bor dedi, $10,000 turadi Amerikada dedi, bitta ukol dedi. U ham 1 yilgacha boshi og'ritmaydi dedi. 1 yilgacha yaxshi yurasiz dedi. U ham shifo emas deb, yaxshi adolatli bo'lar ekanda. Shifosi yo'q degan-ku. Shifosi yo'q degan. Shuning uchun hozir bizga mana murojaat o'laroq mana vaqt kelganda aytib qo'yishim mumkin. Hozir mana Hayitdakin butun vohaliklar, vodiyliklar Toshkentga qaytyaptilar Rustam aka. Probkalar shu 8,5 soatlik kelimiz kechagida oson bo'lmadi. Bizga bu yerda na bir moddiy manfaat bor, na bir Rustam akani reklama qilish emas. Xudo uchun mana shu dard bilan shifo topishni istayotgan xalqimizga agar bironta odam bizni ko'rib, bizni guvohligimizni qabul qilsa, endi biz atrofimizdagi insonlar xo'p bizga ishonadi. Agar shuni guvohlik sifatida qabul qilsanglar, surishtirasizlar bizga, yo o'zimiz direkt yozsanglar, yana ham aytishimiz mumkin. Maqsadimiz insonlarga manfaat bo'lib qolsa, bironta odam bo'lsa ham shifo topib qolsa, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz degan nimada keldik. Masalan, men Xorazmdan bo'lsam, oddiy misol, migren bilan 20 yildan beri kurashgan bo'lsam, siz menga to'g'risi ertakda tuyulasizda. Chunki 20 yil mobaynida u nechta odamga boradi-da, men davolanadi. Mana xuddi o'zim Rustam akaga kelgancha ustozingizni ko'rib keyin kelgansizda, lekin agar Rustam aka ustozingizni ko'rmay chiqqaningizda menimcha siz ham ishonmassiz, to'g'rimi? Aytaman-ku, o'shaning uchun rekomendatsiyani bergan odamga qaraladi-da. Ya'ni guvohlik bera oladimi? U qadriyat yuzasidan guvohligini, mas'uliyatini oladigan odam bor-da. Hozir misol uchun ko'p blogerlarni ko'rasiz, xohlagan narsani reklama qilaveradi, men qo'rqib ketaman, u narsa effekt beradimi, yo'qmi? Shuning uchun uni mas'uliyatni bo'yniga oladigan hazrati inson bo'lish kerak. U hazrati inson uni javobgarligini o'ylaydi. Xuddi shu holatda mana 49 ga kirgan bo'lsam, men mas'uliyatni olaman, inson o'laroq xul sifatida Xudoning yanida bu narsaga men guvohlik bera olaman. Agar shunaqa bizga o'xshagan shu muammo bilan kimdir qaydadir yurgan bo'lsa, bola chaqasini yo'lda muzlan bo'lib, shunaqa og'ir holatlarni ko'rayotgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqni yoqsa, agar so'zimiz guvohlik o'laroq o'tsa, kesin biz shifoni topdik. O'zi bitta gap bor-da. Eshitganman yoshligimda, dardiga shifosi yo'q, dard yo'q ekanda o'zi. Faqat inson ilm bilan uni topa olish kerak ekanda. Bu bor gap ekan, uni ulamolar ham tasdiqladi. Necha xil kasal bo'lsa, mana shu hozir oxirgi kunda mana SPID deymizmi, boshqa, uni ham shifosi bor, faqat inson hali izlanib oxiriga yetib bora olmayapti-da. U raski SPIDga shifo bo'lsa, bu migren hech nima emas ekan. Joytiga kelinsa, Alloh shunga shifoni bo'ldi, berdim degan to'g'ri kelib qolsa, topilar ekan. Biz juda xursandmiz va boshqa oilalar ham xursand bo'lishini xohlar edim. Aynan shu uchun kelyapti-da, 8 soat yo'lni bosib, shuni shu narsa uchun ochiq beramiz deb. Men bularga boshida haqqoniy aytganman. Yaxshi niyatda mana siz shuncha yillar davomida yechim qidirgansiz. Yechim topildi. Topilsa, dedim o'shanda. Topilsa, ommaga chiqib buni o'zingiz qalban aytib bering. Sizga o'xshagan muhtoj inson yechimiga bitta yechim bo'ladi degan. Shular hozir Namangandan kelib, bir kecha oldin kelib shu gaplarni aytish uchun kelgan. Men bularni bu yoqqa videoga chiqib bering deb alohida chaqirganim yo'q. Mana hozir opani o'zlarini boshidan o'tgan qiyinchilik, ularni yechimidan ular ham ichki dunyosidagi rahmatimni aytgani keldim degandek gap qilyaptilar, tushunyapsizmi? Buni bulardan boshqa hech kim tushuna olmaydi hozir. Bular boshidan o'tkazgan kasallikni, azobni bularni o'zidan boshqa siz, men, hattoki xo'jayinlari his qila olmaydi. Men shunaqa insonlarga voy uzoqda yashayman, voy buni qila olmayman, sharoitim yo'q, bolam chaqam deb ular xazon qo'rotdi-da sog'lig'ini. Ozgina harakat qilsalar, 15 yil qatda-yu 3 oy qatda. Ro'zani qanaqa o'tkazib berdingiz, ayting? Ro'za ham 30 kun tutdingizmi? 30 kun. 30 kun qanaqa holatga kirdingiz? Juda yengil o'tdi, qorin ochmadi, energichniy bo'ldim. Kelinim bor yo'qasa, kelinim bilan teppa-teng qimirlayman, kechgacha ham nevaramni qarayman. Kuchim ajoyib. Bunaqa men shu migren meni qiynaverganda holsizlanaverardim-da.
hali dori ichmagan kunim kam bo'lgan. Ertaman har kun bosh og'rig'i bilan turardim. Onun birligiga borib yo tarqab ketadi, yo kuchayib ketardi-da. Har kuni bo'lgan opa bu. Bosh og'rig'i yengil doim bo'lardi-da. Xuddi o'ylardim, miyam yarim ishlamabdi deb o'ylardim-da. Kecha mana safarga chiqdi, ozgina xavotir bor-da. Haligi endi 3 oy 10 kunda birinchi marta safar qildi. Bo'lichenadagi hozir yo'lda og'rib qolsa, so'raganman sumkamga dorimni. Xo'jayinimlarga ko'rsatmagan bo'lib, borib ularni diqqat qilib qo'ymay yetib borgan joyimizda. Chunki yetib borganimizda dori ichib olsam ham mazam qochar. Ha, yotib qolardim. Keyin kecha yo'lma-yo'l o'zimni kuzatib, ey xudo, o'zingga shukr deb keldim-da. Haligi birorta og'riq umuman 8 soat, biz 5 soatda kelganda ham yumalab qolardim-da. Ha, uzoq yo'lga ham yurib bo'lmaydi. Hozir bitta Bilinadi. voqea Baxtiyor akam bilan ayollar bilan yo'lda ketayotganimizda voqeani aytib berdilar. O'shani men o'zim aytib bermoqchiman. Shoshilib shu videoga kelish uchun kech qolmaydi, shoshilib kelayotgandim. Oldimdan bitta mashina muddatidan oldin to'xtab qolganiga qattiq tormozni bosdim. Ayolim shu oldidagi torpedniy qism deydi. O'sha yerga bosh bilan tegmas engashdi. Bunaqa holatlarda ayolim hayajondan migreni qo'zg'alib bosh og'rib qolardi dedi. Sirazi xavotir olib, boshing og'rimayaptimi deb so'radim dedi. Kulib kelyapti-yu, bemalol. Hattoki shunaqa voqeani hozir aytib berdilar. Xavotir bo'lgan holatda ham migren qo'zg'atib qolar ekan, ya'ni o'zi aslida yechimi inson kasal bo'lmaydi. Ko'plar hozir bunga qarshilik chiqishi mumkin. Insonni ichki tizimi buziladi. Ichki tizimi tuzalsa, xohlagan kasal tuzatsa bo'ladi. Men imенно shunga e'tibor qilaman. Men bo'lsa Alloh guvoh birinchi marta migren tuzatdim. Tim bo'li onlayn. Men bilan aytganman, ixlos qiling. Ishoning gapimga tuzalib ketasiz deganman. Bo'lmasa umrimda men migren tuzatmaganman. Meni vazifam tizimni tiklab berish edi. Tizimni tikladim, butun hamma organlarni mana uni natijasi. Necha kilo hozir deysiz? 12 kilo. Dazuna sho'ra. Shu davolanish, o'zi davolab boshlaganingizdan buyon 3 oyda 12 kilo Bundan oldingiz. beri yana bitta katta xursandchilik bor. Meni ichim hech qachon o'zi yurmagan. Sinedeksin ichardim, ertalab 4 ta ichardim, kechqurun 4 ta ichardim. Shu ham mana bunaqa safarlar qilganingizda o'sha dori ham ta'sir qilmay qolardi-da. Migrendan tashqari yana nechta kasallik bo'lgan? Men bilmagan. Sizni Rustam aka bilganlardan biz 3 ta narsani aytganmiz bu kishiga. Gepatit B, ich qotish va migren. Birinchi o'rinda migren bu уже hayot mamot ishi ekan. Keyin ich qotish, endi gepatit B ni nazorat qilib yurardik. Mana shu uchalasini nima qilganmiz? Shu uchalasiga davo qilib berdilar. Aslida endi bir kun bu kishiga telefon qildim, eslarda bormi yo'qmi? Bir kun ayolimga qarasam, oyog'ida varikoz bor edi. Telefon qildim. Varikoz bor edi. Katta varikoz hozir ham bor. Shu orqa tomondaligi uchun bu ko'rmadi, men ko'rib qoldim. U varikoz taxminan 30-40% surilib qolibdi. Dedim, varikozing ham bu oynada ko'rdiki, bu kishi telefon qilib sizga varikozni aytgani, endi varikozni aytmaysiz hamda katta muammolarimiz turibdi. Aytmagan degan, shu varikoz 30-40% surilib qolibdi desam, bu kishi aytdilarki, Baxtiyor aka dedilar, biz tizimni to'g'riladik dedilar hozirgi boshqab turib. Odam organizm ichida faoliyat to'g'ri bo'lgandan keyin varikoz emas, boshqa narsa ham sekin-sekin tuzalib ketadi dedilar. O'ylamagan, aytmagan narsamiz ham natija bo'lyapti-da. Bu yana bitta haligi syurpriz o'laroq bo'ldi bizga. Tizim buzilib ketgan tizimlaringiz deysizki, balki oldimizga ham ko'p aytasizki, yeb ichib. O'z başta hamma tizim buzilib ketgan, faqat biz muammo bo'lgandan keyin uni anglaymiz-da. Mana bunaqa muammo bo'ldi desa, keyin unga qarash kerak. Tana xuddi uyingizga mehmon kelsa eshikni taqillatadi-yu. Siz unga e'tibor qilasiz. Turasizda o'rningizdan eshikni ochib kim keldi ekan deysiz. O'sha sizdagi bitta muammomi, sizni eshigingizni taqillatib kelyapti muammo. Qarab qo'y. Boshing og'ridimi, qorning og'ridimi, iching qotdimi, iching ketdimi, behuda bo'lmayapti. O'sha tana sizga buni o'zini tilida ifodalab beryapti. E'tibor qilib qo'ygin deb. Biz nima qilamiz? Yugurib bor dori ichamiz. U dori o'sha paytdagi qiyin vaziyatni to'g'rilab beradi. Lekin yana qayta takrorlanadi. U degani siz doimiy ravishda dori ichishingiz kerak degani emas. O'sha chuqurroq e'tibor qilish kerak. Nimaga shunaqa bo'lyapti ekan deb chuqurroq
Значит, qaysidir tizim buzilganlik haqida, tani o'zi haqida gapiryapman. Rustam aka yana bitta savol tug'iladi. Masalan, men Xorazmdan bo'lishim mumkin, yo Navoiydan bo'lishim mumkin, Buxorodan bo'lishim mumkin va menda ham migren kasalligi bo'lishi mumkin-da. Endi bularni onlayn davolayapsiz. Endi ko'pchilik onlayn xohlaydi yoki offlayn kelishga haqiqatan ham imkoniyati yo'qdir ko'pchilikda. Ularda qanaqa o'zi bu tizim bormi? Ya'ni onlayn ham davolash xizmatingiz bormi yoki hali Onlayn davolash tizimini endi xosiki maktablashtirmoqchiman. Uning uchun 90% o'zi aslida telefonda o'tirish kerak edi. Eng yoqtirmagan narsam o'zimni sog'lig'imni telefonga tikilib o'tirib, ko'zimni ishdan chiqarmaslik. U odamni qayerdandir ko'rib turishim kerak. U odam menga ma'lumot berib turish kerak. Qo'ng'iroq qiladimi, SMS jo'natadimi, meni shartlarimni bajarayotganini u to'g'ri bajaryaptimi, noto'g'ri bajaryaptimi, u menga shu narsani telefon orqali faqat jo'natib beradi. Ya'ni onlayn bo'lsa ham murojaat bor. Telefon orqali. Lekin hozir yechimini hali bir aniq topganim yo'q. Bitta insonga yaxshilik qilib turib, o'zimnikini ham yomon qilib qo'ymay degan. Uni yechimini topgim kelyapti. Agar shu tomoshabinlar buni yechimini zo'r bo'lsa, aytishniklar ko'p qiladi. Hozir omasiga zo'r programma qilib beraman deydi. Yechimni topib bersanglar, bundan ham zo'r manfaatli ish bo'ladi. individual kontrol bo'ladimi yoki hammaga tushadigan narsa qilmoqchimiz? Qanaqa bo'ladi? Mana har kim masalan mana migren bo'layam, migren ko'pchilik masalan migren bo'ladigan bo'lsa, Migrenni kelib chiqish sababini topish kerak. Migren любой sababdan kelib chiqishi mumkin. Chunki tanani eng tepa qismida bosh joylashgan. Migren o'sha yerda bo'ladi. Bosh og'riq bu yerda bo'ladi. Endi u jigardan paydo bo'ldimi, oshqozondan paydo bo'ldimi, ichakdan paydo bo'ldimi va yurakdan paydo bo'ldimi, qon tomirlaridanmi, muskuldanmi, mingta sababi bor. Kofaktor deyiladi. Uni sababini topish kerak. Bosh og'riq hammada bo'ladi, lekin sababi har xil bo'ladi. Uni kelib chiqishi har xil. ya'ni individual. Individual. Uni yoshi, uni bo'yi, uni vazni, uni kun davomida yiqayotgan ishini eshitaman. Keyin yechim qidirishni boshlayman. Uni qotgan ishi balkim boshini ortayotgandir. Er-xotin orasidagi murojaat ham boshini ortayotgandir. Раздражение deydi. Ayoli nimadir desa eriga yoqmashi mumkin, eri nimadir desa ayoliga yoqmashi mumkin. U ham sabab bo'lib ketdi. Ya'ni раздражение har doim organizmni jig'iga tegib turadigan narsa. Yeyotgan ovqatda, uydagi ish holat, ishxonasidagi holat, mingta sababi bor. O'shaning uchun men insonni onlayn davolanadimi, men uni ko'zim bilan ko'rib, qulog'im bilan eshitib, bir fikrga kelmaguncha u gapirayotgan paytda men anatomiyasini, fiziologiyasini o'qishni boshlayman.